Assalomu alaykum aziz kanalim obunachilari. Sizlarga bugun o'rgatadigan lifhakim, menimcha ko'pchilik bilmaydi. Instagramda bloklangan holatingizni, ya'ni kimdir sizni bloklab qo'ysa ham, uni qanday istoriya, qanaqa post, qanaqa reelslar joylayotganini ko'rishingiz mumkin. Buning uchun Google Chrome'ga kirib olamiz. Google Chrome'ga kirib olganimizdan keyin biz poiskka MollyGram deb yozamiz. Yozib olganimizdan so'ng bizga shunaqa oyna chiqadi. Shu saytga kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin shu yerga название profilya degan joyiga biz xohlagan, siz o'sha qidirayotgan yoki bloklangan foydalanuvchini yozib olasiz nomini. Bu yerga men o'zimni profilimni yozib qoldiraman sinab ko'rish uchun. Poisk beramiz va ko'rib turganingizdek o'sha profil kelib chiqdi. Undagi подписчиклар, post, istoriya hammasini ko'rsa bo'ladi. Bu yerda hozir biz siz bilan bir postni ko'ramiz. Demak, ishladi. Sinab ko'rishingiz mumkin. O'xshasa obuna bo'ling.